Nimaga Uhud jangida payg'ambar alayhissalom 70 ta kamonchilarga, nayzachilarga tog'ning tepasida turdi dedilar. Rasululloh duo qilib, "Ey Xudo, shu jangni yutaylik" demadilar-ku. Duo qildilar, sabablarni qildilar. Turasan shetda dedilar. Ha ular musulmonlar yutayotganini ko'rib, Rasulullohning gaplariga kirmasdan tushib ketdi. Musulmonlar yutqizdi-ku. 90% yutib bo'ldi jangda. Bu nima degani? Hatto payg'ambar sabablarni qildi. Xandaq jangida Salmon al-Farsi adashmasam radhiyallohu anhu kelib, "Ey Rasululloh, maytga biz chuqur qaziylik, dushman hujumi qiyin bo'ladi, biz shunda yutamiz" dedilar. Payg'ambar bo'lib turib, "To'xta" dedilar. "To'g'ri aytasan" dedilar. O'zlari billa tushib sahobalarni chuqur qo'yladilar. Akop qo'yildi, akop. Juda katta qilib akop qo'ylandi, dushman keldi, to'xtalib qoldi. Shu jangda musulmonlar yutgan. Bunga nima deymiz? Ha, desa Xudodan duo qilamiz, bizning duoyimiz bor. Men duoyimiz yo'q demayapman. Lekin hech nima ishni qilmasdan duo qilaverishlik bu Xudoni sinashga kirib qolmaydimi? Bu ahmoqlik emasmi? Uylanmay turib bola so'rashsa, uylansan birinchi. Erga tegmay bola so'rashsa, erga tegsan. Lecheniya olmay shifo ber. Unda tibbiyot qatdan chiqdi bo'lmasa.